Ahror, ertalabdan nima bor, nimaga chaqirding? Men Bobur bilan chaqirganing qara. Ertalab emas hozir. Короче, kechki payt deb qo'ying. Nima yig'dingiz? Ahror Bobur bilan jim bo'ling. Короче, jigarlar, ochig'ini aytaman. Biza sizlar bilan restoran ochamiz. Restoran? Dorim, faqat bitta nosi bor, bir kunga ochamiz. Qanaqa qilib bo'ladi? Bir kunga. Xullas, men bitta jigarim bilan gaplashdim, pastdagi jigarim bilan, Javdat aka bilan. Ular помещениyani berib turishar ekan. Va o'tda o'zimizning stilistika, o'zimizning menyuyimizni, o'zimizdan xohlagan narsani qilsak bo'ladi. Prям xohlagan narsani qilamiz. Ha. Tipo menyu, liboy narsa. Da. И blogerlarni chaqiramiz, blogerlarga ovqat beramiz. Чисто, полай tukay. Sotamizmi? Ha? Realni pulga sotamiz. Jetsil. Easy babki. Xullas, jigarlar, men sizlardan hozir maksimal darajada kreativliklarni ishlatishinglarni xohlayman. Go. Ya'ni bizga stilistika kerak, menyu, u menyuda ovqat qanaqa bo'ladi, kim bo'ladi вообще. Men shundan shu savol bermoqchiman. Kim o'zi kim? Hozir hammasini tushunib olamiz. Go. Birinchi, San kim, u kim, bu kim? ketdi, restoran. Restoranning nomi nima? Может 200k? 200k? Да. Okey, da, 200k. O'zbekcha qilaylik. To'xta, o'zbekcha. 100 ming? 200 ming bo'lmaydi. Nima? Mana ikkita 100 ming qo'yaylik. Ikkita 100 ming. 100 plus 100 deb qo'yib qo'yaman. Shoakbar market deb yozaylik nomini. Xullas, bizga eng muhim narsa bu помещение hal bo'ldi, ya'ni o'sha joy pasta aniqlab bo'ldik. Endi bizga ikkinchi kerakli bo'ladigan narsa bu stilistika jigarlar. Ya'ni dizayn qanaqa bo'ladi? Men dizayner bo'lib ishlaganman. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Qora oq qilaylik. Qimmat restoranlarda. Qora qilaylik. Ha, takoy premium. Перчаткаlar bilan такой qo'lda Da, takoy anaqa fartuklarni qorasini olib. Okey, давай. Qora qilamiz, sasali? Bilar, qora dedimmi? Qora stilistika. Kelisiya, как бриллиантный naq. Tak, ikkinchisiga bizga nima kerak jigarlar? Ikkinchisi Ovqat. menyu. Ne, to'xta. Hozir menyu berishdan oldin kimligini bilib olaylik. Okey. No, men по-любому bu restoranning shef-poveri bo'laman. Men ham povur bo'laman. Lekin povur bo'lsa, men bo'lmayman. Unda men Ofitsiant? ofitsiantlarning menejeri bo'laman. Ofitsiantlarning menejeri bo'laman. Ofitsiantlar menejeri bo'lasanmi? Sasal? Da. Po'yna. Sen ham tagda anaqa bo'lasan, povur bo'lasan. Menmi? Ha. Bobur kontrol. Qara, bunaqa qilamiz tagda. Sen bitta o'zing по-любому ofitsiantlik qila olmaysan. O'shaning uchun Shogird kerak. shogirdlarga javob bor, ukam. O'sha polностью o'zini skvadini yig'ib keladi. Jahon aka, Abu, Ahror, Barber, bekorchilar. Barbarello. Все, okey. Biz aniqlab oldik. Endi ovqatlarni gaplashamiz menimcha. Bizaga Ben помещениyani gaplashganimda Javdat aka, "Bo'ldi, ertaga kelsanglar, mayli beraman" dedilar. O'shaning uchun bizda bir kun vaqtimiz bor. Bugundan boshlab ertangi kechqurungacha bir kun vaqt bor. O'shagacha hamma narsani podgotовка qilib qo'yishimiz kerak. Menda bitta taklif bor, men oshpazlarimiz o'ziga. Давайте o'zimiz biladigan qanaqadir taomni aytaylik. Menyu qilamiz. Da, o'sha taomni bilaylik-da, xarajat qancha, tipa tez bo'ladimi, yo'qmi, o'ylab o'tirmaylik-da. Давай. Nima qilasiz? Men Xitoyga borib kelganimda bitta pittis Ramon? Короче, ramyon qilamiz. Meni ideyam shunaqa. Hozir короче Xitoyda bitta pittisini yedim. O'shani endi qilib ko'rishga, to'shni ichida nimalar borligi esimda yo'q, uni qilib It go'shi bormi? Ha? It go'shi bormi? Cho'chqa go'shi. Qarang, tagda hammamiz bittadan aytaylik. Ha, o'shanga nom aytaylik. Давайте. Ha, men kstati, anavda qo'yaman nomini, nima edi? Ajdarho jangchisi. Ramyonning nomi. Bo'pti, unda Abuni o'sha ajdarho jangchisini yozaman. Yoz. Ramyon bo'ladimi? Nima? Damyongar. Bilay. Nimaga ajdarho jangchisi qo'yganimni keyin aytib beraman sizlarga. O'zi bittada ana aytadi-yu, men boyib ketganim bilmaysizlar, lekin ana belgilari bo'ladi deydi-yu. Nimaga ajdarho jangchisi qo'yganimni belgisi bo'ladi, ko'rasizlar. Jahon aka, siz nima qilasiz, bo'pti? Firminda ovqatlaringizdan bordi-yu. Anaqami, nima edi? Kurini grutka bilan, короче, shampinyon и slivkaga yonda guruchda garnir qilib beraman. Eng yaxshi ko'rgan ovqat. Ot nomini nima qo'yaykan? Nima qo'yaykan? Mushigingiz oltin. Jeshmi? O'lgan? Qo'shnim yeb olgan mushukmi? Jesh qo'yamiz, давайте, okey. Men seni Eski yaxshi ko'raman. ovqat ham o'lgan mushuk go'shtidan bo'ladi. Jesh, men seni yaxshi ko'raman. Men oldindan tayyorlanib keldim. Biza ozgina mehmonlarni aldaymiz. Qanaqa qilib? Menyuga vegan degan joy ham bo'ladi. Bular, voy, hozir salat yeyman. Kurini steak keladi-yu, bular. Qarang, o'sha vegan deb qo'yib qo'yamiz, lekin steak keladi o'rniga. Men o'sha
ovqat olib kelganda men bunaqa tovuq bilan turaman. И полностью restoranda tovuq bilan yuraman. Tri tovuq bilan. Tri brat, yuradi bolalar bilan такой o'yin. Qatdan topasan endi biz, a? Topamiz brat. Tak, bitta narsa aytmoqchiman do'stlar. Restoranda hamma ofitsiantlar chotki muomala bilan gaplashadilar. Bizning restoranimizda derskiy ofitsiantlar bo'ladi, ko'cha bolalari bo'ladi. Lekin so'kib, mana bunaqa bor. Uydirish mumkin emas. Ko'cha bolalar Okey. yashatamisizlar? So'kinmasdan. Ko'chada o'zi. Nima zakaz qilasiz? Mana menyuni otib yuboradi mana. Короче, bolalar jinniliklar bilan shug'ullanayotgan paytda men o'zimni ovqatim, ya'ni veganni yozib qo'yaman. Jigarlar, yana bitta ideya bor. Yana bitta ideya, mehmonlarga auksion qilamiz. Ovqatda auksionini qilamiz. Boshqa ovqat. Pul ishlaymizmi shunda va? Sotib oladimi tipa? Da. Oxirida meni pulim ko'p. Короче, o'ylashim bo'yicha hamma o'zini zadaniyasini tushunib oldi, nima qilish kerakligini. Endi esa biz keyingi kunga jo'nal bir kundan keyin biz hamma narsani tayyorlab ko'ramiz va mana bizda spisik bor. Bu приблизительно, bu o'zgarishi mumkin. Yana nimadirlar olishimiz mumkin. O'zimizdan yana nimadirlar qo'shishimiz mumkin. Bu уже improvizatsiya. Bizda приблизительный plan bor. Endi esa biz keyingi kunga o'tamiz. Let's fucking idoslar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz. Yo'q, jigarlar. Biz 200 mingta bo'ldik, shuni aytmoqchi bo'ldim. Biz 200 mingtaga restoran ochyapmiz bir kunga va bir narsani sizlarga aytib qo'yishim kerak. Agar sizlar eshitdinglar, agar Ahror Alixonov kanalida 300 mingta obunachi bo'lsa, yig'ilsa, biz komandamiz bilan kino olamiz. Shasho bitchovas, nega? Agar biz 3 ta komandaga bo'linib kino, qanaqa turib kino olayotganimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. God damn it, bro. Xullas do'stlar, biz mana kuxnaga ham kelib oldik va gatovmiz. Ey, Ahror. Qani narsalar kechagi bozorlik bo'yicha yozdingmi hammasini? Olib keltirdingmi? Olib kelmadim dema faqat. Bular biror Bir javob! yarim soatdan keyin ochilish kerak. Qani? Javob! Javob. Produktlar qani? Qanaqa produkt? Aytmadinglar? Men hozir keldim. Bor olib kel. Bor olib kel deyman. Bor. Javob. Bobor, bor chiqib kelinglar, Urushma. Javob. Bolalar, 1 soat vaqtimiz qoldi. Bular nima olib kelish kerak? Kecha yozib berdim Qara. spiskani. Javob. Menga Qara, 10 ta tuxum, 2 ta tovuq, tak, bitta go'sht olib kelasan, pyure uchun masalliqlar, yog', perets, keyin nima edi? Champinyon. Bor. Bor olib kel deyman. Bor. Ahror, urushmaga. Javob, shoshmasdan yo'ldan ehtiyot Tezlashinglar, bolalar 1 soat vaqtimiz qoldi. Bobur, borib aytib qo'y, keldim deb qo'ylaring borib. Urushmagin. So'p. Voy, bilar, uspet qilmasang lekin bilasan. 1 soat sandan-da, to'g'rimi? Aytmading kech, to'g'rimi? Aytib qo'yaman deb kechqurun. Men to'nka bormi, yo'qmi? Men yozib berdim-ku bozorni. Men chef powerman. Bo'pti, kiyinib chiqing. Xullas bizda gatovnis bor. Yurishini qara. Nima bo'ldi hozir tushunmadim, lekin biz borib Yejimalim, bilay. Tezlashinglar. yoza oldingizmi hajabmi? Tez aytdi. Yo'q de, bular bor deyapti-da. Nima qiling? Короче, varianti bor, tipi maksimum esimizda nima qolgan bo'lsa, shuni olamiz. Xohlasangiz. Tovuq, cho'tatam. Tovuq. Xullas, men tagda bo'l, Bor kiyinib chiq, tez kiyinib chiq. Qising endi. Ko'rasizlar nima bo'layotgani, mana jurabillar nimadirlar qo'yib olamiz. Hozir esa Bozorlik yo'q. kiyim olaman. Bozorlik yo'q, kstati. Men kiyim olaman va уже mehmonlarni kutamiz. И, kstati, gatovimiz bor. Всё, kiyim oling, keyin aloqaga chiqamiz. Давайте. Xullas, biz Kardikadamiz. Bizga hozir kerakli produktlarni eslab, hammasini olishga harakat qilamiz. Ola olmasak, mana xaroga Короче, qarang. Fikrim bo'yicha nima ovqat haqida gaplashdinglar o'zi? Non kerak bizga. Kola и bo'ldi, основной блюдо. Men bolalarga narsani qilib yerdim. Non bilan kola. Давайте napitek ham qo'shamiz menyuga. Biz tayyorladik streamda. Legenda. Короче, do'stlar, streamda bir marta qilganmiz bu Ha, napitek. Nima edi hozir? Pachilo. Nomini nima qo'yamiz? O'zingiz ayting. Mehr. Vooo. Было. Apelsinovый sok bilan limonli kislota olishimiz kerak. Nimaga 3 ta oldik? Yetadi. 3 ta yetadi, men bilaman. Короче, biz jesh degan ovqatga champinyon oldik. Yana nima kerak bizga? Zelin kerak. Yetadi mana shu. Napitek kerak, brat. Napitek bormi qayerdadir? Qanaqa nima reklama qilasiz? Oy bila. Bila. Ichidan такой tirsiq chiqsa, bittasi. Eng yog'li sut so'rashdi. Brat, reaksiya. Oy. Вот, резкий mashina olamiz. 20 ming o'zi ovqatda Xudoy, menyuda narxi 30 ming. Hatto 30 mingga tushirish kerak. Okey. Chunki 30 mingni ham biz to'laymiz-da. Klientlardan pul olmaymiz. Biz shunaqa restoran, kstati. Agar xohlasanglar, Bilin. 11 to'xtang, menda yana bitta ideya bor. Nima bo'ladi agar biz ikkita lapshani aralashtirib qilsak?
Bu bolani miyasi Elon Muskning og'ziga. Короче, men Hot Lunch bilan kollaboratsiya Rolton qilaman. Bam. Ovqatni nima qildi? Yoqmayapti bu bola menga. Отписка bosinglar kanaliga. Tak, sut oldik, tuxum oldik, un oldik, yana nima kerak? Qara, bizada sekretniy ingredient bor. Do'stim, men shuncha uzuncha chiqdi. Ketdik, brat. Biza ketdik. Eng osonini oldi bu. O, men zalga boraman. Xullas do'stlar, mana biz ham Tayyormiz. tayyormiz. Sizchi? Xitoydan janob Mr. Guanjo nima? Guanjo. Guanjo bu yoqqa. Voy! Ana bizdan Xitoydan kelgan. Mana ramyonni nomi nimaga ajdarho jangchisi deganmi sababi? Yech. Kim karrillab yuradi produkt? Voy, bozor. Chertafalla keldi-yu. Voy, nima deyapsan? Sen mensiz produkting bo'lmaydi. Praydoy. Короче, ramyon yo'q, Rolton oldim. Ben u yersan sen. Qani ramyon? Ramyonga pul yetmadi. Ramyongar. Xullas do'stlar, ketdik. Zagotovkani tayyorlaymiz. Молодцы, ребят. Xuy. Javob, sen kiyib ol, pagnali. Boshlaymiz, bo'lmasa. Mana shu boshida tayyorlayman uni. Men bu yerda ahrorga yo men tushunmayman-da bu menga ramyon olib ketsam, hot-dog olib kelganda. Rolton olib kelganda. Mana bu nimaga oldinglar deb so'rashingiz mumkin. Qarang, bu menga tiqiladi birinchi очередda. Keyin mana men mehmonman. Bunday kelyapmanda, qo'lim yuvib olsammikan, yo'qmi deyapmanda. Ne. Boshqatdan, boshqachasidan. Ochish kerak uni. Bo'l, jimida. Bo'l. Ko'payib ketdi. Astodi ochib olaylik. Pastroq. Kel qolinglar. Qarang, men mehmonman. Qarang, qo'limni qayerda yuvib olsam bo'ladi? Oqib ketdi bilan. Brat. Voy talbay. Naqman joyimga o'tira oldim. Ukam ne uzr. Ne joyimga o'tira olding? Xullas. Biz o'tida qisqa. Bordik. Sasichlik. Xullas. Mana zasos. Jo, naqoy zasos. Lasos ekan. Xullas do'stlar, men chef powerman. Biz ichkariga ham qo'yib oldik. Masalliqlarni olib, hozir zagotovka qo'yamiz. Ya'ni Men buni pishirmay yesa bo'ladimi? o'tida qismir gapiryapman. Pishirmay yesa bo'ladimi? Yo'q, bu emas. Hozir tegma buni. Nima? Mehmonlarga bu dam. Nima? Yo, pishirmay yesa bo'ladimi o'zi? Yesa bo'ladi. Xudqonga baqiryapsanmi? Ochma bu mehmonlarga. Ochma. Voy, yeb qo'ymayman, zasos. Zagotovkani qil, nima? Ramyonga qilishing kerak. Voy, mana g'irrimi bo'lyapti. Saunada yarış qilishayotganda yo'li. Qarang, oling, vulqon bo'ladi hozir. Meni ko'rganda qizlar, pasaytir, o tuxum hozir bola ochib chiqadi. Men Yevropa milliy taomlaridan biri bo'lgan qovuq va shampinyonni slivichniy sousda qovuraman. Qara. Chivardan. Jo'q qarang. Jim turibdi-da, yoz qarab turing. Qarab turing. Qara. Jim turadi, qara. Qani? Ben Lekin bilasizlarmi qancha vaqtimiz qoldi? Ровно yarim soat. Uspet qilsangiz. Javoq it priprava olib keldingmi? Ahror, artish olmasa pizza bo'ladi. Kartoshkani qaynamaydi, oldindan aytib qo'yaman. Подпискаlar kelib artish olaydi. Shu videoda 100 million talagisiz. Nang dis. Nima bo'lsa bo'ldi, bitta abrikosdan bo'lishi kerak. Ketdi mana. Puchoni bir-biriga qilib. Abrikos, troskakos, manga, piva, inasos, Ken Velasquez and Margaret Gray, Человек, Паук, DJ. Xot deysan. Qamchilar. Короче, do'stlar, biz hozir materialni kesamiz, чтобы stolda qora такой элегантный bizani stilimizda chiroyli bo'lib turishi uchun. Yaxshi. Давай, nizom. Qarang, o'sha aura berilyapti bu joyda. Ana bo'lmasa, bolaligingizda trutga borganmisiz deyman? Tupoy. Kim Boburmi? Yo'q. Уволишь.
Damyongir ramyonlari. Ramyonni qotlanishdan qolamiz. Yebba. Jam. Ramyo aytganlarga kuydi-yu puliga. Falit ximay. Bu video chiqqandan keyin kim ramyo yegan bo'lsa, qo'tlanishdan qilingan edi. Mana bu o'zi yeb chiqyapti. Hozir sutli suvga ramyon qilaman. Challenge chekkandek bo'ladi. Ahror, o'g'an katta gastrolkada nima qoldi? Suv? Yana bormi shunaqa gastrol? Bilmayman, o'zing uchun topib ol. Menga emas, Ahror kartochkasiga. Qo'y menga. Hamma o'zing uchun o'l yetim berdi. Men sportda bir ishlamay borchi. Borchi? Che. Men kim AirPods'i? Deb. Jan nimadir qilib turibsan, o'ta. Qashonda o'zingni xizinglarda. Turibdi jan. Meniki oson chunki. Qochna emas. Jigarim, avvalimni Jigarim, avvalimni bitta izlamaydi-ku. Jigarim so'ragan, avvalimni hammadan qilib qolamiz. adabiy do'stlaringiz jon qo'yinglar. Ishingni qilgan Ahror ulgurmaysan hozir. Ho'kiz. Ketdim men. Kutman agar. Ventilator beringlar. Men petlichka ishlamaydi deyapti. Men petlichka ishlamabdimi? Mulyajmi? Mulyaj. Tir lochen. Tir orqadan. Nikoya zagadon ko'rsatib qo'yingiz bilan. Abu radarga ovoz beryapti. Xullas, короче, men pyure uchun zagotovka qolma, ya'ni Kartoshka arkanni qara. archonman. Jahon aka champinyonlarni kesyaptilar. Takoy chef powerda, lekin chef powermanman. Men bu yibman. Qotlan chiqyapti ramyonga. Ramyonga? Ramyongir. Nechta edi klient? 14. Oy, O 5tasi yeysan, 5tasi qo'tlamaysan. Ey, hammasini bittada qilmoqchimiz? Yo, sop qo'yay, kerak bo'ladi. Ey, ofitsiantlar ishlaylar. Voy, buni yegan odam 3 kun ichi ketadi-ku. Bay. Tualetga kirib damyonga qiladi. Tak, bugun bizada juda muhim kun. Chunki bizning restoranimiz birinchi kun ishlayapti va sizlardan hammadan maksimal natijasimiz respekt va maksimalniy natija kutaman. Поэтому ko'tni qisib, mani eshitib, hammalaring ishlashing kerak. Tushunyapsizmi? Uf, zaib. Bitta ham ошибка Zaib bo'lmaz. bo'ldi, давай. Bitta ham ошибка bo'lmaz. Всё, давай. Всё, давай. Oyoqqa ol. Yo'q. Ur. Mani pulim ko'p. Ketdimmi, o'p. Damyongir. Bularni nimada taqdim etamiz? Tarelkadami, kosadami? O'ylamadilaring-a uni? Men o'yladim, manikani o'yu, pastani narsasini hisob beraman. Vok. Voy, men nima javob beraman? Voy, idishlar olmabmiz-u. Asos yegim kelyapti. Skavorotkaga qo'yib berasiz. Choy berasiz? Choy. Bo'ldi, menimcha yetadi shuncha. Yetmaydi, qo'y. Ozgina pyure qilaman. Restoran-ku bizda. Ha, buningni qaynamaydi, katta gastrol ol. Mashina berasan. Din qo'y. Va bittalab qilasan, dalbay. Pashol qo'y. Mana ichidan nimadir oqayapti. Damyongir. Xullas, men kartoshkalarni archib oldim, endi yuvib pyure qilishga qo'yamiz. Nima 3,5 mingmidi? Mana qaralaring, oshxonada suv kurmalaring, oshxonada. Ey, ho'kiz. Pashol. Nima ukazit qo'yasiz? Spam qilmaylar. Men berib tur mashinani. Bu kerak da. Yo'q. Men bunday qilasan. Hali qaynamadi. Yo, yuragim. So'kmaylar lekin yaxshi emas. Bir zavideniyada bittadan kastrolga olmasa kerak. Men qarang, so'kyapti. So'kish yaxshimi? Anqarab. Ofitsiant baqiryapti. Menejer, o'chir ovozingni. Kastrula yo'q. Kastrolka yo'q, chunki Ahrorga lekin kerak o'sha kastrolka. Kastrula kerak, brat, mashina. Oy, men pyurega mashib uradi, davto'p. Nimaga? Qaynamaydi, Qaynamiydi, davto'p. Это не моя Mashinga qo'yaman. Явно это не моя проблема. Ozginadan keyin. O kerak buni. Ozginadan olaman. Ramyonni chetqaman. Bolajonlar urushayotgan paytda biz tovuqlarni to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Taxminan mana shunday hajmda bo'lishi kerak. Basharangiz eshitmani xarib, kartoshka solsang, kartoshkani isqirti chiqadi buni ichiga. Men keyin bu suvda olib turib, anonni ramyon tayyorlab ushalay beramanmi? Boshqatdan qilasan Ye, pashol nah. Oh, men nimada qaynataman? Это не моя. Lagi ichida, Ahror. Bilan, men kutdimga sikman 100 talik. Uni endi bildingmi? Voh, qo'lim kuydi uningiz. Ramyon kim tayyorlaydi endi? O, nechidagilar ekan endi bu yibatlajarlar. Mehmonlarmi? Ha. Zo'r chaqiryapsiz mehmonlarni. Kunduzi jigarim, jonim, asalim, baxting uchun. Men hozir kartoshka free qo'raman lekin. Men buni ham yoqib berish kerak-da, yana bura. Men yoqib beraymi Ahror? Yoqib bera olasizmi? Da. Tagda men kartoshka free qilaman. Nima qilyapman?
Bor yo'qolsan, короче. Operator qoch xalaqit qilma. Operator din. Olmay ketib sapib uyiga. Menga taxtacha kerak. Menga ham or. Din o'zing ol. Tak, men kartoshka free qilaman. Pure o'xshamadi. Bile, takoy себе restoran bo'lyapti, lekin bor. Kartoshka free qanaqa qiladi, aka? Bitta ko'rsatib ber, ekzemplyar qilib ko'rsatib ber. Chef naqd. Doq qilasan, qara, ko'r. Doq qilasan, shu tak. Mana olib turib, tak deyish. Keyin уже that's all. Bo'ldi, bering. Hozirdan tayyorlab qo'ysam, sovib qolsa nima bo'ladi? Taymingini ushlaydi. Qayerdan ushlayman taymingini? Mehmonlar qachon kelar ekan? Tezlashinglar! Tovuq olib keldimi? Rostdan olib keldim tovuqni. Живой tovuq olib keldi. Qarindoshlaring to'g'ri olmayman men. Qoshiq vilka, suv, bu nimalar yo'qmi? Turib ko'tingni ko'tarib qidir qo'taq. Hozsan. Bo'l. Brat, я в ахуе. Cho'q, fas. Ismi Gambit. Nimadir dorish kerak, brat. Gap yo'q, gap yo'q. Pichog'im qani mani, bering. Jim. Sen bu. Jim. Mazaga Olay, xo'p. Bu qoshuvda qil. Yo'q qo'shiq. O'g'ni ukam qo'ynan tutdi. Operator aka olib beravering. Bitta qoshiq olib beravering aka. Olib ber, senga yetyapti. Operator senga. Yo'q, unga yetyapman. Rahmat aka. Baxtimga sog' bo'ling. Hozir. Qarang, men tuxumni qaynatyapman. Qaynatib bo'ldim. Uje men buni o'rtasidan kesaman deb 5 tani o'rtasidan kesib, bitta anonga ikkitadan tuxum solaman deb, keyin ramyonlarni qilib, damyon gir bo'ladi. Kelib o'tirib kutib turib, biz tayyorlab beramiz, to'g'rimi? Bavrellon urib chiqaz qo'yim kerak. Yetma buni ko'p solsang o'sha masalani o'stiraversin edi. Nima bo'lyapti? Dapstep qo'yasizmi? Voy bil. Yap. Siz nima ikkitasini yoqdingiz? Zavali naqoy. Mana nima qilasan hozir? Hozir bu qovurganim sari kichrayib ketadi. O'tanga o'xshab. Mama ya Dubai. Gap. Ya, to. Nima degandir Rayhon? Sochingiz mana menga o'xshar ekan. Qishloqdan kelgan tovuqlar, shaharlik tovuqlar kelib Ko'p. Yana bo'ladi. Ahror sochini naq ko'tar. Voy, ko'plar qochlaring. Xo'sh, naq qo'yib keldingmi? Yo, naq kelding. Bitta ajallab. Xullas do'stlar, nimaga powerlar menyusiz ishlashyapti desanglar, bizda menyu уже tayyor va mana shunaqa ko'rinishga ega. Bularni esa biz mehmonlarga tarqatamiz. All right, bro. Og'dar o'radi deyapsiz. Mana nima ishlamayapti? Men qossam o'tdi. Bor yo'qol ofitsiantsan. Nima chiqib qolyapti? Jigarlar, menyu. Qo'y, qani jesh. Vegan, ajdarho jangchisi, jesh, va muzda suv, mehr. Damyon girma. Nima ishlamayapti men bu? Ладно. Ofitsiantga beraveramiz. Короче, qancha 6 ta naqam bor, zagotovkam bor, steykim. Agar 7 ta zakaz qilsa, ne pizda. Qanaqa 7 ta zakaz qiladi? Mana masalan, ramyonni 7 ta zakaz qilsa, qani deysan to'g'rimi? Wow. Bizda zagotovka tayyor. Если что, mana qolib ketganlari, buni aninga ishlatib olsangiz. Yo'q. Bo'ldim, men уже bo'ldim. Qanaqa qilib axir? Всё, endi normalniy holatga keldi уже. Bu ham. Bo'ldi, mehmonlar keldi. Mehmonlar keldi burası. Keldimi? Na, kelishdi. Короче, sen bizning restoranimizni tipa litso ambasadorisan, tushundingizmi? Поэтому kutib olasiz. Turasan mana shu yerda, такой marhamat deb turasan. Давайте, пацаны. Biza bugun yoramiz. 6. 1, 2, 3. Let's go. Hurmatli mehmonlar, kirishinglar mumkin. Короче, hozir ko'p bo'lib ketadi, lekin qovurganda bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Поэтому biz ko'proq sovuramız. Jahon aka. Bo'ladi. Men nimaga qo'yaman buni? Skorodaga 10 ta skorodka olgan. Hamma keldimi? Endi buni sekin qovuramiz. Olovni past qilib qo'ydim. Из-за того, что kuyib ketmasligi uchun past olovda qovuramiz. Endi o'ylayman, говнищий narsa chiqmayapti. To'kib yubordim ozgina. Bular agar mehmonlar bu yerdagi bardak ko'rsa ketishardi lekin. Hamma oshxonada shunaqa bo'lasan, o'zingni yegan joyingda yeb
Xo'p, mana bu narsa meni zayg'orda, shuning uchun kattaroq narsa qidirib kelaman. Jet, ushul jet. Yakubel xatuna. Tamam, ovqatasiz. Jet fladim. Men yemayman. Tak. Men voy! Ko'payib ketdi. Unda botirib olamiz. Oy. Men kuritsalarni, steykini podgotovka qilyapman. Hozir уже mehmonlar o'zi kelib qoldi. Ham o'xshamaydi bunda. Nima qilishyapti ofitsiantlar? Bestil ishladi, baro. Adashingiz. Nima bu? Adashingiz, brat. Nima meni adashim? Meni nima adashim to'q. Jinnimisiz? Axo shavel to'g'raman men. Endi guruch qilamiz. Guruch. Bular tayyor, xudo xolasa. Qaymog'ini bittasini bunga qo'shamiz. И потом sutni yarmini bunga, yarmini bunga qo'shamiz. Bag'ishma bu. Gas. So'kma. 100+100 restoraniga xush kelibsiz. Bemalol. So'kma? Ashona. 100+100 restoraniga xush kelibsiz. Sizni men o'zim обслуживать qilaman. Otim Javohir. Kelganingizdan xursandman. Bemalol o'tishingiz mumkin. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Men otim Javohir, men o'zim sizni обслуживание qilishga tayyorman. Keyin oxirida men sizga chivoy tashlab ketaman. Dudosh qaragin. Nima bo'lyapti? Voy. Dudosh! Qoch. Agar yaxshi обслуживание qilsangiz. Все bo'ladi. Menyu bermaysizmi? Da. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Men ismim Javohir, men o'zim sizni обслуживать qilaman. Da, 100%. Pizza bo'ladi hammasi. Bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Любой stolingizga. Da, вообще Jaykovan! Nima edi? Ani bor. Ket 1, 2, 3 dedi. Titroga yeshmayu. Gorit. Ha, понятно. Bitta skоворodkani qo'yib bering, пожалуйста, aka. Yaxshiyam bizda operatorlar bor. Operatorlar хотя бы yordam berishib turishibdi. Yordam berib turishibdi. Rahmat. Men nima bunaqa qilayman bilasanmi, Ali? Hozir ko'rsan. Ha, hozir. Biroz tayyorlab qo'yaymikin, nima qilay? Bitta tayyorlab qo'yaveraymi, Jahon? Tayyorlab qo'yavering. Lapshasini solmang bo'ldi, qo'yalarni. O'zi hech narsasi yo'q, faqat lapsha. Avvaliy mana qo'lqog'im yonadi. Mendagi qo'lqoplar yo'q, chunki hozirgina men qo'limni yuvdim. Voy, brat. Brat nima qilish kerak buni? Kuyib qoldi men bu. Mana buni qovurib olay jigarlar. Banduelle для чего? Kukuruza, ahror. Ana unga sekret ingrediyentga. Bratim, вообще baland bu. Hop, pasaytir. Eng pastda 600 turibdi. Mana bittasini qovurib ko'raylik. Bismillah. Ketdi mana ikkinchisi. Bismillah. Ski guruchim kuydi. Kстати, mana buni bo'layotgan ekan. Yana ozgina bor aka bitta ba. Tak, biz ungacha mana buni qovurib turamiz. Не снимай, блядь. Не снимай. Bizaga. Nima xohlaysan? Kim shef-повар? Bizaga ikkita vegan. Qanchada bo'ladi? Hop. Ikkita vegan kerak ekani. Bo'ldi, hozir qilyapman. Faqat ramyon bor edi. Voy, повар, musor ichkariga kir, o'zi qaraydi ofitsiantlarni. Sнимай, Shalim. Sнимай, brat. Qoch. Voy, nima qilyapsiz? Jinnimisiz? Ko't bo'ldi. Voy, jinni bo'ldi. Yaxshiyam operatorimiz bor. Voyla, qorayib qoldi jigarim. Men ham chiqib yubordim ahror. Voy, brat, это не то. Nima bo'lyapti bu yerda? Tayyormi? Ket bu yoqdan, ket. Mehmonlar kutyapti. Nima zakaz qilishdi bizga? Qani, chek, qani? Aytmadimi? Anaqa bu. Nima? Ikkita vegan. Xo'p, men qilyapman. Bo'ldi, qilasizmi? Ha. Endi nima qilish kerak? Ho, chiqib ket. Damiyongir. Lekin takoy себе bo'lyapti lekin. A? Bitta jesh. Haromatim keldi na. Voy, qo'limda suv bor. Oka ustini mashina yopiladi. Ay! Yeva. Nima bu? 2 minut tursa ramyon tayyor bo'ladi. Ramyongir. Ke? Ha! Ne? Reально? Tak, gapir. Xo'p, ikkitami, uchtami aniqlab olinglar.
Jesh hech kim yemaydimi? Qo'ya приготовлю, блядь. 3 ta jeshmi hozir? 3 ta jesh, 3 ta vegan, Ajdar xo'jangiz 2 ta. 3 ta ekan. Ketdik, давайте, работаем. Yo, работаем. Работаем. Qoch olim. Qilaman hozir. Voy, ben yedim. Nimaga? Приправасini solmasdan просто o'zini sovorman. Brat, ramyonni shunga solsa bo'ladimi? Rебята, biz umuman power emasmiz lekin aytib qo'ying. Harakat ham qilmaylik, keyin safar power bo'lishga. Bangacha bitta mehr olib kelib beringlar, olmaysizmi aka? Voy qaranglar, mana buni boshiga qaranglar, miya yo'q-da bunda. Bunda ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Давайте, oling. Nima tanladingiz? Ey, menejer, bu yoqqa. Eshitaman. Bizda mana nima degani bu? Ajdarho jangchida просто siz zakaz qiling ko'rasiz. Mehrni ichida nima bor? Mehrni. Mehrni ichida, Agarchi abomi yoki aqror kelib o'qib qo'ysa, men kechirmayman. mehrni ichida xuddi Xo'p, sizga bitta vegan, to'g'rimi? Qarangchi gap, zakaz olasizmi? Endi men trend qilib yotibsam, naq qilib. Давайте, eshitaman. Bitta vegan. Vegan? Bitta ajdarho jangchisi. U ramyon faqat achchig'i. Bo'ldi, все. Men oldim. Sen Ichishga yetmadi-ku. Mehr beray menga. ichishga mehrmi? Ichimlikning ichida turibdi-yu. Bo'ldi, все. Hozir qilib kelamiz. Nima bu qatdan topgansizlar buni, ha? Zakaz olishni bilmaydi. Meniki bagaj topaydi yo. Yiqilsa siqman lekin. Xullas do'stlar, mana bu steykimizni ichiga menimcha issiq o'tmayapti. O'shanga usti normalniy bo'ldi, lekin ichiga o'tmayapti. Shuning uchun voy bilan nima qilamiz? Buni ikkiga bo'lib, yarim-yarim tayyorlab olamiz. Qaytadan qovurib, birga qilib jipishtirib qo'yib qo'yamiz. Hozir endi mana bu suvi qaynab, suvi kamayguncha qaynatamiz buni. Power bo'lish ham qiyin ekan. O'ylashim bo'yicha bunisi tayyor. Bizga 3 ta kerak edi. Biz yana bittasini olamiz. Короче, mehmonlar ham edi. Bizda 2 ta steyk tayyor. Frityurnitsamizda уже frila, sal ozgina normalniy, короче. Va buyoqda уже buyoqda bo'lib qoldi bu. Men tayyorman padachaga. Mana ham ozgina уже qoldi. Nima chishyapti? Nima блядь? Normalniy? Nimani nito qilyapman? Все нормально, пошел нахуй. Go'shingdan ber. Nechta? Bitta qoshiqda bittasiga olay. Shundan o'zimiz Bu menimcha уже yonib ketdi-yu. Steykimiz почти tayyor bo'lib qoldi. 1-2 minut va hamma narsa tayyor bo'ladi. Biz esa keyin оформлениеga o'tsak bo'ladi. Kelinglar hozir оформление qolganlarini qilib turamiz. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Hurmatli kunduzi, kech bo'lganda bizni starshий menejerimiz qanaqa jalba, noqulaylik tug'dirgan bo'lsa, kimdir bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar nimadir nito bo'lsa, jalb menyuni sizni men bilan Bobur обслуживать. Zaib, говори сам. ketdik, просто o'tiramiz и сразу menyu berib qo'yamiz. Marhamat. Qatga o'tiramiz biz. Assalomu alaykum. Turetskiy gambit. Nima hamma turetskiy gambit deydi? Shunaqa kino bo'lgan oldin. Ko'rmaganmisiz? Nima gap o'zizda? Tinchmisiz? Bo'ladi, normalmi? Просто kameraga qarab turing, просто kameraga qarab turing. Kim kunduzini Kamol Qahhor sochida ko'ribdi? Men просто banyadan chiqdim, mazam bo'lmayapti. Серьезно? Да, omonxon yoqmayapti. Ну, ладно. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Tak, boricha gaplashar ekanmiz. Ismingiz? Ozoda. Rayhon. Tushunarli. Bizning restoranimizga xush kelibsiz. Bugun bizning restoranimizni 1 kunlik aksiyasi, ya'ni 1 marta ishlaydi. Agar qanaqadir noqon bizda restoranimizda lotereya bor. Papay degan ovqat yutib olishingiz mumkin, agar o'zingizni yaxshi tutsangiz. O'tiringlar. Shuda kirgilar kelmay qoldi уже. Sani gapingdan keyin. Вообще-то isfandiyor, menga yordam berishing kerak edi. Ты должен был мне помочь. Ты что говоришь? Isfan, pishing. Давай. Полный testosteroningizni yoqing, testosteroningizni maksimal darajada yoqing. Sen обслуживать qil bo'ladi. Tak, zakaz. Men mehr zakaz qilaman. Men esa ajdorxo jangchisi zakaz. Bu ichimliklardan. Ichimliklardan ava bepul ekan-ku, mana bo'ldi. Ichimlik mehrimi? Vegan ovqatmi? Men ajdorxo jangchisi menga bitta. Menga ham ajdorxo jangchisi. Boshqa variant ko'rmayapmiz o'shaning uchun. Ichishga bo'lsa, menimcha ava yaxshi variant. Men o'ylayman ajdorxo jangchisini abuzer qilyapti, chunki u yaqinda Xitoyga borib keldi. Ilhomlanib kelgan menimcha. Endi abuzer qo'lidan ovqat yeganmiz-da. Tak, zakazimizni oldik. Bor ukam, qarab.
Biz bugun bu restoranni achavatini chiqarmasak, otimizni o'zgartiramiz. Biz hozir kokteyl qilayotgan hamma bizga qarab turibdilar. Agar bitta ошибка qilsak bo'lmaydi. O'sha Burnimiz bilan qilishimiz mumkin. va yerga tushib ketgan limonni ishlatishimiz mumkin emas. Biz hozir ishni ikkiga bo'lamiz. Ya'ni sen limonlarni kesishing kerak, ibotga brat. Men ungacha sehrli eliksirni tayyorlab turaman. Sehrli eliksir retseptini ko'rsatmaslik uchun Ебан. Так, все, брат, mana sizga menyu. Любой bittasini tanlaysiz. Qaysi biri yoqdi? Men qornim ochmadi, shuning uchun menga muzdek suv olib kelib bera olasizmi? Muzdek suv. Biza bu menyuda bormidi? Bil. Ketdi. menejer, hayda olinglar buni. Ey, mani bitta klientimga yoqmasa bo'ldi, haydayman, qoch. Menyuda muzday suv borligini bilmas ekan. Bilmas ekan muzday suv. Рахим, я не хочу, Рахим, балабол. Biza qo'limizni yuvib chiqdi, yana tualetdan ko'rsangiz bo'ladi. Voy, dalga akkuratно. Kat, сразу. Так. Aka, tanlaysiz, qaysi biri yoqsa o'shani zakaz qiling. Bilasiz, meni qornim to'qdi, shuning uchun menga muzdek suv olib kela olasiz. Siya bo'lmasam, hozir olib kelib beraman, akajon. Hamma narsani biladigan ofitsiant bo'lsa qanday yaxshi. Ha, конечно, akajon. Jesh уже tayyor. Ramamidlar rasos chiqganiga ahamiyat bermanglar. Buni endi ozgina pasaytirishimiz kerak. Bo'ldi. Jesh tayyor, guruch tayyor, mana. Birinchisida o'xshadi. Bittada o'xshadi. Mana bunaqa idishi bor, pastani idishi. Qo'li bilan jirkanmaymiz, все нормально. Top-toza qo'l. Ajdarho jangisi tayyor. Sikadi hozir Taylandga borib. Mana bunisi tayyor bo'lib qoldi, kstati. Ne menga tiqilyapsan bunga? Vkusliroq bo'lsin dedim-da, jonim. Idi. Men sesdanman-da. Ha, sesdanmi? Bu anaqa mushugimni go'shi. Jahon aka, sousingizdan bering menga. Ahror, mana ham meni ovqatimdan olibdi, sana. Men olganim yo'q, bitta dona go'sht oldim. Ana ovqat tayyor bo'ldi, ovqat olib kiringlar. Ajdarho jangisi. Привет. Muzday suv bormi? Muzday suv? Muzdagina CD bor. Bizda birinchisi tayyor, ikkinchisiga o'tamiz. Bizning shef powerimizdan shaxsan o'zlari tayyorlagan steyklarni bugun mijozlarimiz birma-bir tatib ko'rishadi. Albatta. Shef janoblari, bu ovqatingiz haqida ikki og'iz ta'rif desang. Albatta, jigara baqa hozirga baravar. Mashalloh. Ozgina limon sokidan siqib qo'yamiz, chista bilan. Jim, Ramesh. Ikkitasi tayyor, ketdi uchinchisi. Biz hozir birinchi zakazni olib ketyapmiz. Ugadaychi kamu. Bu ajdarho jangchisi sizga mana. Yeydigan narsamiz qilib, Честно. Qo'y. Пожалуйста. Угадайте, kim buni tayyorladi? А bu Вроде нормально. Qani bitta tatis, bitta birinchita qo'y. Hop, ustida salatniy list, ichida rayhon nima? Anaqa Roltonniki и salatniy listi bor ekan. Ustida to'g'i bilan endi Sen bo'ldim tayyorlabman. Damyonger. to'q. Yo, yaxshi. Abi, Hurmatli qizlar. kim tayyorladi buni? Nargis to'ligilar baqirmasin, iltimos xalaqit qo'yadi. Ey, klientinglarga qaranglar, cho'ta ko'p qilishayotgan ekan. Xuyna deganni bor, urildiramay aytib qo'y. Sizni fikringiz? Oddiy anaqani Roltonni qaynatib, ustiga salatniy list qo'yib qo'ygan. Nimaga bu ajdarho nomlangan, ajdarho jangchisi? Kiyimini ko'rmadingizmi? Ha, u kiyimiga nomlangan. Faqat bu. Tak, birinchi klientimizga Mani mehrim qani? bitta mehr edi sizga. Esingizda. Всё. Endi ikkinchi klientga ketdingiz. Это божественно, брат. Bunaqasini yemagansan. Men tayyorladim shuni, na. Billa. Дай, я зеваю тебя. Ma ofitsiant, vegan tayyor. Voy, nechta jesh edi? Ofitsiantlarga. Boylama. Tak, bizani vegan ovqatimiz tayyor. Bitta degustatsiya qilasiz. Vau, Gambit, siz nima yedingiz, men nima yeyapman? Uramiz kastrulga bilan. Ikkita vegan tayyor. Ketib beramiz o'zimiz. Ochmay! Chef power! Bizni
Shefimiz sizlarga ovqatni o'z qo'li bilan bermoqchi ekan. Kimga ikkita anaqa vegan kimga edi? Assalomu alaykum. O'ta davom. Birinchi hamdan sog'man, короче. Tegida bo'ladi. Men eng yoqtirmaydigan narsam restoranlarda, короче, tegida guruch qolib ketadi. Bu yoqda tegida tovuq qoladi, tushunsam. Donki qo'y video girib bo'lib ketdi. O, ramyon tugadi. Bay bay! Bay bay! Ay! Qalaysiz? Nega? Qizlarga shaxsan o'zingiz? Chunki roltanizni endi ketavering bu yoqdan. Nima zakaz qildingiz? Muzday suv zakaz qildim. Qani? Muzday suv. Yo'q, muzday suv. Assalomu alaykum. Marg'ilondan kelgan akalarim. Mehrni yozib qo'ygansanlar, to'g'rimi? Men ikkita qiz kelib massaj qilib qo'ymadim. Yo'q, unaqa mehr emas. Sirlaring unda. Nima? Jambo, jam. Buni siz pishirdingizmi? Man pishirganman. Rебята, закажите джес! Eshiting gapimni? Nimaga sizlarda servis 0? Biz birga zakaz qilgandik. Kelmadi. Qarang, siz bo'yingiz uzunligi uchun sizga ko'proq tayyorlanyapti, xo'pmi? Men ham oshpaz o'zi olib kelib bersa xohlayman. Qoch o'taman. Qoch. O'zingiz berishingizni xohlashyapti. O'zingiz berishingizni xohlashyapti, Didosh opa. Kimga? Bu Didosh opaga. Siz ovqatingizmi? O'zingiz qo'lingiz bilan qildingizmi? Yedirib qo'ying. Qizlarga girgittonsiz. Jesh zakaz qilganlarga girgittonman. Akajon, yedirib qo'ysangiz 100 ming chivi tashlab ketaman. Yana kim jesh aytdi? 20 yoshdan o'sganingdan keyin hammaning hayoti shunaqa bo'ladi. Zo'r ekan, yana. Guruchiga nima bo'lgan? Bitta yeb ko'rsin. Bitta yeb ko'rsin shu odam. Jesh. Bo'ldi, boshqa ramyon qolmadi. Boshqa ramyon qolmadi. Siz ramyon zakaz qiluvdingizmi? Salto o'tib o'taymi? Xullas do'stlar, bizga yana ikkita zakaz tushdi, ikkita vegan, bilmayman kimdan. Nafsaki 3 ta tayyorlab qo'yaman, chunki hozir tushib qolishi mumkin. Всё, в принципе. Qovurlarimiz qayerda? Kimga bergis kelyapti, shef? Mana shu paytda odamni to'vidan kim ko'tarish aniq bo'ladi. Uzr, ozoda. Men sizga chivi qoldirmoqchi edim. Chivi berasizmi? Ha? Uzr dunyo. Yedirib qo'ysangiz yana 2+ bo'ladi chivi. Yedirib qo'yish xizmati keyingi safar. Hozir yeb ko'ramiz. Ishqilib uyga esloma ketsak bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Suv bormi? Ta'mi yo'q, lekin yaxshi. Mana bu go'sht siradan qarzga olib qo'shib yuborishganmi? Ovqat jahon qilgani uchun yaxshi. Jahon qilgani uchun yaxshi. Lekin siz 100+100 restoranimizda kategoriyasi bo'yicha necha baho berardingiz? 8,5. Nimaga 8,5? Absolutda chunki minus. Men Jahon akani kutdim, o'tdan o'tib sizga ovqatimni olib kelib berishlari uchun. Endi fikringiz qanaqa? 10. 100+100 restoranimiz kategoriyasi bo'yicha necha baho berardingiz? Restoranlarga baho beraman-u, abyuzer ovqatga zo'r baho bera olaman lekin. Ajdarho jangisini kim tayyorladi? Menga ovqat juda ham tanish tuyuldi. Xuddi bir pulim yo'q payti yeydigan ovqatimga o'xshaydi. Lekin ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Biroq tuzuv hammasini mana shunaqasini tuzuv. Qarang, bizning restoranda bitta galma-gal o'tadi ovqat. Siz birinchi jesh yeysiz, orqasidan vegan. Menga qiziq emas, hammasini bering menga. Yo'q, akajonim, bizning shef chiqsa hozir meni ham yoraveradi birinchi очередda. Mehr orqasidan quyib beraymi, akajonim? Do'stlar, bizga 3 ta mehr. Qoch. Bizning 3 ta mehr zakazimiz tayyor bo'ldi. Давайте reaksiyasini ko'ramiz. Qo'limda ushlab turardimi tak? Yebam. Zo'rmi? Ты готовил? Да. Хуйня полная. Abuzer o'zi vывод. Abuzer basharasi, haqiqiy basharasi ochildi. Ovqat olib keldik, qizlar bilan men turdim, qizlarni tanladi variant. Nima zakaz edi sizda? Hozir men hal qilaman, men menejerman bu yerda. Veganmi? Jesh, okey. Bo'ldi, hozir qutini yoramiz. Abu! Ha, Jeko Vance 2 ta anaqani zakaz qildi. Qani? hozir 1 sekund. Ko'tingni qisib qildi, ha? Hozir xarab jab. Biznes xotdimi bolam? Voy, men 3 marta boksga borganman, boksga. Bo'langa. Xullas jigarlar, o'ylashim bo'yicha tayyor. Cho'la steykimiz ham, zagotovkalar tayyor. Endi esa ketdik. Nima bo'ldi? Qattiq ketasiz pul to'lamasdan. Mana. Shundoq bejab ketyaptilar mana. Nima qilamiz? Minus milliard nima? Avvaliy manat. Seb
Hammani artib bering, men to'kordim. Bessira. Boring. Mana. Mana bu to'g'rizni material. Yo, to'g'imga tegmaydi. Qo'lingizni bu yoqqa keling. Omonxon, hurmatli Omonxon. Qo'lingiz shirra bo'ldi, to'g'rimi? Sizga antiseptik kerak, to'g'rimi? Keling, qo'lingizni cho'zing. Bitta qiling, mana buni qiling bo'ldi. Bo'la, shuncha podgotовка qilganmiz, mana shu zavod uchun yaxshi bo'ldi, normalniy. Yuzim yuvib keling. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bizni 100+100 restoranimizdagi Ajdar Xo'jangisi ovqatini yeb ko'rganingizdan keyin necha baho berdingiz? Necha shkala? 10 shkala. 8. Nimaga 8? Da, yaxshi ko'raman. Tak, hozir sal ko'proq u tarafga. Ko'rasizlarmi? 200lamachilik ketyapti bu yerda. Boya kelayotganda hurmatli mijoz deyishdi, orada muzdek suv qani desam qo'yib ketib qolishdi. Hozir gapim o'rtadan bo'lib yana deb ketib qoldi. Qarang, shunaqa situatsiya bo'lib qolishi mumkin. Bu 100+100 restorandagi hamma ishchilar har xil kasalxonasidan qochib kelgan. Misol uchun bekorga oldida to'g'rini olib yurgani yo'q. Eng yaqin do'sti, ya'ni Gambitni Chase Divo ismi qo'yilgan. Ya va, endi men mana to'q tenglashtirib yotibdi boydan beri. Men lekin bitta narsani aytay, agar mana shunaqa atmosferada restoran ochilsa, ko'p pul agar men har kuni kelaman. Realni? Har doim kelganda abuni, ahrori ibodatini ko'radigan bo'lsam, mana bunaqa ishchilar bu dovdirab, prikol qilib yuradigan bo'lsa, men har kuni kelaman. Assalomu alaykum kunduzi. Ovqatimizni yeb ko'rdingizmi? Menga olib kelishmadi. Mana olib kelib berishdi-ku. Men muzdek suv zakasi. Muzdek suv qolmadi. Qanaqa muzdek suv qolmadi? Ichib qo'yishdi, brat. Bu nima bu? What the hell? Mana chef povrimiz. Bu zavideniyadagi eng yaxshi ovqat va shuning uchun ham ko'p zakaz qilmaslikligi uchun biz nomini eng xunusini qo'yganmiz. Zesh meni o'lgan mushugim. Shu qo'lingiz bilan qilganmisiz? Shu qo'lingiz bilan. Baho bermaysizmi? 100. Давайте degustatsiya mana. Birinchi Ajdarxo jangisini aytdim. Kelmadi. Mana medoti. Jeshga 5 qo'yishim kerakmi hozir? Qanaqa pis? Nimalar bor ichida? Qorin ochib ketyapti. Ne brat, biz ideal ovqat qilamiz-da. Yoqdimi? Siz mujiksiz ishoning. Ovqat yoqsan yoqmayapsan lekin. Sizga qanaqa? Mana anchadan beri yeb yuribsiz. Bro, zo'r, вообще. Xatolarni aytib xafa bo'lmayman mana. Xatosi, мне кажется, to ozgina anaqa marinovkasi. Shukr qilib yeng. Nimaga xatosini topib olsa ovqatni? Ovqatda yomoni bo'lmaydi. Yo'q, ovqat xatosi emas, tovuqning xatosi. Jekovayniz qani? Sizga bonusi bor. Bonusiga qizligim. Bilaga ko'zi down bor-u. Ovqatingiz nima zakaz qilib o'tdingiz? Ajdarxo jangisimidi? 2 minutda. Kutdim bu 2 minutda olib kelaraman. Realni qilib. Realno? Ya. 2 minut. Farosatsiz. Jo'q. O jeshni bermasa, kroku menyuni yeyapti. Mana jigarim, qara, jeshmash degan, ikkita degan. Va jesh povri qani? Jesh povri. Purga nasolga pop qo'ydi. Javob. Bu vegan aka? Ha, bu bonus. Da, bu bonusga. Ana qaranglar. O qizlarga qarab, vegan yeysizlarmi deyapti. Bo'ldi. Yo'san, mujikmassan. Qarang, men erkak kishi tarafman minbori zo'r. Akajonim, siz uchun. Bizga bitta, atdushi jigar. Ana abyushirga aytib qo'yinglar. Roltinni ko'tarib qo'ysam. Yo'q, qarang, siz zamzakaz qilmadingiz? Hozir olib kelaman. Xullas do'stlar, biz esa hamma zagotovkalarni tayyorlab oldik va mehmonlarni oldiga o'tamiz endi. Ketdik. Я еще сам приготовил. Норм? Нормальными? Вам ава, кстати. Qale. Нормально! Mani fanatlarim. Abyushirga aytib qo'ygan. Mana aytay aka. Ekansan deb qo'ygan. Mehr, siz so'ramadingiz? Voy. Qani men chiqadim. Javob tayyorlaganim uchun ma'zurlik. O'ssa, nimaga bu yerda yozsa? Klientlarning oldida nima ichyapsizlar? Biz tovarimizni. Biz faqat yeyapmiz. Yo, bitta savol. Men bunaqa xuya qilasizlar? Tushunmadim. Voy. Normalniy-yu. Yo'q, normal emas. Hamma ovqatlandi-yu, to'g'rimi? Endi kunduzi hammani yedirdi deb kommentga yozinglar.
Do'stlar, hamma kelganga kattakon rahmat. Bizda yana bitta yangilik bor. Menyuda qo'shilmagan ovqat ham bor. U auksionga ketadi. Kim qancha bersa, kim eng ko'pini bersa, o'shanga tayyorlab beramiz. Начальная ставка 5000 so'm. 5000 mi? 5000 so'm boshlanadi. 15000. Kunduzingda uncha pul yo'q. Xo'p. 20 ming. Rayhon ming. 21 ming. Yo'q, faqat 5000 dan ko'tarish mumkin. 1000 so'm 2000 dan mumkin emas. 50 ming bor. 50 ming beraman. 100 ming. Kim ko'proq? 120 ming. Voy bay, voy bay. 200 ming. Shahruz TV 200 ming deyapti. 210 ming. 210 ming kunduzi. Ozoda 300 ming bermoqchi ekan. Shahruz TV 300 ming. Voy bay. 300 ming. 300 ming 900 so'm. Wow. 300 ming 900 so'm. Bloger ham shunchalik past bo'ladimi? Tikviysanlarmi bir 5 million 6 million? 300 u 900 so'mmi? Kim aytdi? Ozoda 300 ming so'm, 900 so'm. Olsin. Sotildi, voy Mani eshitdinglar, men prosta stavka oshishini boshlayotganini kutotgandim-da. $100 ham sotib olardim lekin. Endi esa do'stlar, Ozodaga maxsus chef bordi, ya'ni mendan maxsus bitta ovqat tayyorlab beraman. O'pchilikmi? A? O'pchilik ovqatmi? Voy bitta. Sen ketdi. Bu chef Ford o'zi qilsin zaif. Nima xohlayapti? Xapiz bo'la aytgan o'zing. Nima xohlayapti bular? Nima bu bunaqa siqilib qolgan? Depressiyada hozir 1 million bo'la olmayapti. Bechara. Pishirib yuboramizmi buni? Bitta такой жесткий, огненный дыханиyadan bersangiz KFC bo'lib qoladi. Xullas do'stlar, ingrediyentlardan maxsus auksion blyudamiz uchun maxsus ingredient losos go'shti va mana shunaqa kukuruza va yana bizda limon bor, iceberg bor va shulardan hozir ovqat qilib akkuratni yasab beramiz. Alright. Mana fartukum qani? Tak, mana bu terini yechib olamiz. Shuncha o'ylashim bo'yicha yetadi. Buni tegini yoqamiz. Tak, mana buni ochib turamiz ungacha biza. Tak, bizda oy, voy bay. Oldin yoshligimizda mana qilardik. Bunday olib. Ne yapıyorsun? Kay? Men baliq uchun maxsus tegi kuyib ketmaydigan skоворodka yangisidan ishlatyapman va tegiga necha ming qildim tegiga. Mana shu yoqdan ozgina solaman. Mana buni ozgina qovurib olamiz va mehmonlarga bersak bo'ladi. Brat, полный обзор qilamiz. Полный. Olinglar, naq qo'yga. Nima, mana shu idishga qo'yaveramiz, birodar. Maxsus bumaga, yog'i tortib oladigan bumaga. Avvaliga manatdan beri olinglar, menga ham jigarlar. Wow! Damn! Bo'ldi, ana qoraylik. Voy! Idealligini. Bay! Tak, bundan qo'yamiz hozir. Ungacha zagotovka qilib turamiz, kelinglar. Tak, jo'xoridan solamiz. Mana shunaqa, menimcha yetadi. Bitta pavasa qildim. Hozir qovurilib bo'lgandan keyin hamma narsa buni olamiz, ustiga qo'yamiz. Limondan ozgina, icebergdan ozgina qo'yamiz. Mana ikkita tuxumdan такой детсл ustiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Normal. Просто tushunmayman-da mana shu. Подписчикlar tushunmayman. Nimagadir kommentariyada heyt qilishadimi? Mana просто поддержка qilishsin, подписаться etinglar. Obuna bo'lsa bo'ladi. Hayot shunaqa ekan, men qilardik. Obuna bo'lgandan so'ng chuqolni tadbidan ko'rishdim siz. Senga o'xshaysiz. Bay! Assalomu alaykum. Qayerdan diskotegadanmi? Chu, bratom. Hop, nima tayyorlab berasan menga bugun? Mana aka. Ili to'xtang. Aka, zagotovka bor. Tayyormi? Ha, jesh, bemalol yesiz bo'ladi. Bet, o'zini choq o'yinda, guruch almashtirib. To'g'rini yeng. Qo'lingdan nima ovqat? Mashina berchi. Voy bay! Bizda baliq tayyor, qoch. Iceberg salatidan ozgina, tak, ustidan ozgina yana mana bundan. Ozgina tuxum. Detzel. Всё, tayyor. И limon soka. Всё. Jigarlar, o'ylashim bo'yicha na 100% оправдать qildi. Endi esa biz shuni Ozodaga taqdim qilamiz. Ketdik. O'zimiz maxsus chef bor. Короче, Didosh opa holatda Javoqdan kurs sotib oldim. Barmenlik kursiga yozildim bugundan boshlab. Va birinchi nima qilishim kerak hozir? shu yerda qo'l yuvish kerak. Sotdami? Mamandami? To'da, qo'l yuvish kerak. Ovqat tayyor! Mana maxsus biz tayyorlagan ovqat. Buni nomi papay. Oching. Baymi?
O'ylashim bo'yicha normalni o'xshadi jigarlar. Bo'lib bitta yeb ko'ring. Nima qos? Endi iloji bo'lsa bitta ovqat yeb turib, shuni degustatsiya qilib, bahoyingizni berasiz. Tak. 1 2 3 bismillah ketdi. Zo'r. Real yoqmadimi? To'g'rimi? Dalshi bizga muz kerak. Stolimizga shunaqa muz kerak. Bu nomi nimaga mehr? Chunki bu mehr bilan tayyorlanadi. Qarang. Bo'pti, 0 dan 10 gacha nechi baho qo'yasiz? Nechi baho? 10. Easy. So. Nechi qo'ydi? 10. Tashlamga qo'y. 70. Legenda. Mana, men 70, bu 75. Bu 30. Bo'ldi, tayyormiz. Sutga solib ichib ko'rsangiz bo'ladi. İçim şartmi? Voy bilin. O'xshadimi? Ha, o'xshadi. Qo'lingga solganding, ha? Voy, блядь. Deb cho'qmayaptimi? Do'stlar, mana video ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. 200 ming obunachi bo'libmiz. Sizlarga kattakon rahmat va shu sabab shuncha mana bloger do'stlarimiz ham keldi. Sizlarga ham kattakon rahmat kelgan vaqtingiz uchun. Albatta do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa formatda dalshi video olaylikmi, yo'qmi? Shuni ham yozib qoldiringlar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki oldinda bizda juda ham katta maqsadlar kutib turibdi. Do'stlar, bitta takoy. Bitta takoy. Bitta tugatoramiz. Xullas, ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamanglar! 70.